Bollari buqacha. Ukrainka va rossiyskini zo'rlaridan. Hurmatli obunachilar, sigiri yoshdan, chiroylisidan so'raganlarga. Mana, qo'g'irchoqlari. Videolarimiz boshlandi. Ay jonim, ona qaranglar. Mashaalloh deb har bir like bosgan insonlar uyda mana shunaqa sigirlardan ko'p bo'lsa. Mana qaranglar, joning sog' bo'lsin. Sementali buqachalar. Xudo xolasa, keyingiligi shu paytga ikkalasi bor akalar. Bu holatda kecha 100 milliondan bo'ladi. Inshaalloh. Oliylar maza qilasiz. Ishonali sanada sigir so'raganim uchun bugun Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasi Azbiy akamiz Doston aka firmalaridan kechki efir qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli Jasuruz va fermamiz kanali obunachilari. Bugun sizlarga bir-biridan zo'r sutnashi sigirlarni ko'rsatamiz. Qaysi birlari yoqsa ma'qul kelsa telefonlashib, savdolashib, narxlar kelishtirib olishingiz mumkin. Mana bunaqa cho'rni piyoslarni zo'ridan 20 ta 25 ta sut bersin deganlarga, akalar 0 da ferma qilaman deganlarga yoshlardan bor. Inshaalloh yurg'izib oyoqlarda ma'lumotlar beramiz. Qaysi birlari yoqsa ma'qul kelsa, narxlari kelishtirib olaverasizlar. Yer ichi sog'ligi so'ragan mana yeyishlari. Mana kechki yem berish jarayonida kechki sog'inlarni ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Hammasi xo'raligi zo'r. Bir-biridan yaxshiliklar bor. Aytaman-ku, sizlarga yaxshi sifatli taqdim etamiz, tavsiya qilamiz. O'zimizga ravo ko'rgan sizlarga ham taqdim etamiz akalar. Mana qaranglar. Azbiy aka. Bu o'zingizdan bunaqa sharoit bo'lmasa kerak-a? Ventilatorni qarang, Jasurbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jasurbekning o'g'illari. Jasurbek sigirlarni bugun original holatda ko'rsatamiz. Yelini dimlanmagan, birinchi kechki sog'inida turibdi mollar. Bir tayyorlangan yo'q. Bizga keldik, mana qo'yapmiz. Mollarni qiynashga kerak yo'q. Shunaqa. Bor ustini aytamiz, bir kunga ustini. Yoshini, tishlarini ko'rsatib beramiz. O'zim mollar ham aytib turibdi, Jasurbek. Yeb ichishlari mana. Qoldirishlari endi gap so'z bo'lishi mumkin bor. Yoshliklariga. Zo'r ekan. Aka, vositalarni ko'rsating Jasurbek. o'yla gap yo'q. Kech bo'lmasa obzori boshlaylik. Xudo xolasa, yurg'izib oyoqlardan ma'lumotlar beramiz a. Detallar ko'rsatamiz. Ha, bo'ladi. Biz boshladik. Hurmatli obunachilar, sigiri yoshdan, chiroylisidan so'raganlarga. Mana, qo'g'irchoqlari. Videolarimiz boshlandi. Ay jonim, ona qaranglar. Sog'lomligida. Xo'p. Azbiy aka nechinchi qorin? Birinchi qorin. Bolasi? Ko'paysin. Endi tushdi. Qoziqlar to'rt joyda oq kelim oq tusdan. Mana. Holatlari yaxshi. Chiroyli holatda. Sifati zo'r. Zo'r mol, bitta ro'zg'orni gullatadi. Kecha o'tga to'yadi Jasurbek. 15 litr suti bor molda. 15 ta suti bor. Oq yelin oq tutdan. Bolasi unajin ko'paysin, ko'paytirib olishadi xudo xolasa. Inshaalloh, zotidan ko'paytiradi. Ha, niyati yaxshi qilib boqishaveradi. Yaxshi mol ekan, chiroyli mol ekan. Ajoyib mol. Haligu o'sadi, katta bo'ladi keyingilariga. Kengayadi. Keyingi to'g'rishilar. Azbiy aka, qancha deyapsiz? Arzon Jasurbek. Nech pul? 39 million 500 ming so'm kami bor. Kelishtiring, yengil sotaylik. Gapiring. Yana kelishtiraymi uka? Arzon tezda. Ha, bo'ldi. Siz gapingizdan yerdan qolmasin. 39 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. 38 o'tib bermaysizmi? Qo'shing Jasurbek. Yomon gapirmadim. U 35 dan boshlamadim-ku mana. Qarang, qochmasi 30 million tevasida bo'lyapti. Ha, mana 35 dan boshlamadim-ku. Ha, to'g'ri. Tayyor tuqqan bolasini qarang-da bir. Qochiniga nima deysiz? 38 million 500 ming kami bor. Bor ekan. Ko'p uzaq talashing bir. Hurmatli obunachilar, mana bolasi o'ziniki, o'ziniki. Xudo xolasa yaxshi, yuvoshligi zo'r. Uzaq qo'shmasi bo'lmaydi Jasurbek. Aloqaga chiqaringlar, xudo xolasa yaxshi mol so'ragan olar. Olaverasizlar. Qo'yavering bolasi, qo'yavering. Azbiy aka qo'yavering. Hozir bari sog'amiz mana. Bolasini qarang, ali ichi ketib bir so'ltayib qolgan bo'zak bor. Sog'lom. Mana korobkalarni ko'ringlar. Yaxshi holatda bo'zakchasi ham zo'r. Mol ham chiroyli. Telefon qilinglar, xudo xolasa uyingizga borganda to'g'ri aytsan, chiroyli mol ekan deb aytasizlar. Buni daraxtdan niholda aqam buri sizlardan yosh. Chiroyli qaraganga 10 yil 15 yil kamida boshqa sigir zarurat bo'lmasa olmaysizlar. Olmaydi, to'g'ri. Boquvni zo'r qilish kerak Jasurbek. Shunaqa. Boquvni qilsa bu mollar aldamaydi. Bollari buqacha. Ukrainka va rossiyskini zo'rlaridan. Turishlarga qarang. Har bir havas qilib, niyat qilib like bosgan insonlarda shunaqa sigirlardan ko'p bo'lsa. Doston aka, bolalarni sotasizmi? Yo'q. Ana bola olsin, dehqonni boy qiladigan mollar. Bizning ishimiz olamiz, sotamiz, shunaqa. Mana qaranglar, joning sog' bo'linglar. Olsin, dehqonni boy qiladigan mollar. 100 ga tushiribdi mollarini. 100 ga 100. Urug'dan tushgan ikkovi ham. Buni bolasi qaysi biri? Ha, bergisi. Xo'p, nechinchi qoringa? Bu ikkinchi qorin mana Bu ikkinchi qoringa. Polvonligi zo'r, oyoq qo'li baquvvat.
Sakant yo'q, tirsaklari zo'r. Hop, nechinchi qorin dedingiz? 2. Qancha sut beryapti buni onasi? Azbek qo'yavering, em turaversin. Qo'yavering. Hop. Jasurbek soqsa 12 ta sut beradi. Aha, lekin bolasi emyaptimi? Emadi. Bolasi emyapti. Mana qaranglar. Emisha, mana hajjoni bor. Sog'isha qaranglar. Azbek aka, yaqin olib keling buni ham. Fonga zo'r chiqdi fonga. Bu tarafdan soling buni. Bu tarafdan. Bunisi nechinchi qorin? Bunisi birinchi qorin. Bunisi birinchi qorin, narigisi ikkinchi qorin. Mana qaranglar, jonivorlar. Bo'lsa mazada shunaqa sigilaring bo'lsa, semental bollari buqacha. Xudo xolasa jup olganga borib 1 yildan keyin ikkalasi bitta jeneratorni mindiradi-da. Ha. Bemalol mindiradi, Hali bemalol. tikilgan pulga yarasha, mehnatiga yarasha keladigan joyi. Xudo xolasa, kelajagi bo'lasizlar. Toza tushgan. Xo'p. Bunisi bolasi buqa bu ham. Ikkovi ham navo. Bu qancha suti bor? Bu ham 12 ta suti bor Jasurbek. Endi dehqonlar agar sog'aman desa 12 litrdan suti bor. Aha. Sog'mayman desa shular emadi hammasini. Mana akalar, yaxshi mollar so'ragan aka. Mollar zo'r, sifati zo'r, holati zo'r. Xudo xolasa ideal darajada. Nima deymiz? Olinglar, boqinglar deymiz. Doston aka, narxlar jupiga bo'ladi, yakasiga bo'ladimi? Jupiga. Jupiga bo'ladi. Qancha? Jupigami? 106 million berilsa 53 milliondan ketdi ikkovi. Kami bor. Kami g'ij-g'ij. Kelesiragan joyga. O'zi yaxshi aytdim-ku. Yomon nima yapti? Bermasa kerak hozir o'zi. Bermaydi. Hali Enalari ham yosh, kelajagida ya buni qarang, bunisi birinchi qoringa, bunisi ikkinchi qorin. Qanaqa ovozga qo'ysa shunaqa tushiradi bular. bir xil tushar ekan, Keyin mana unisini kecha yana sementalga urib qo'yib qo'ydik. Yanami? Ha, mana uni. Aha. Bu Ukrainka. Narigisi rossiyskiy, cho'rni pyostra. Buniki 4 kurak tishi, narigi 2 kurak. Ostiga ham ko'rsataylik. Orqa kechdi. Pachka. Somoy aka bunaqa sigirlar qatta bo'ladi. Farg'onani aynasiz ham yo'q uka. Topa olmaydi. Yo'q, bolani qarang. Tutamlari ham zo'r. Bunaqa bola bermaydi uka. Mana uni qarang. Mana. Palonligi ham zo'r. Hop. Doston aka, bitta kelisini eplolmaysiz baribir. Baqva. Kelishiring. Maza qilasan. Qo'lib bering. Bir sanaganga. Qani? Ayting. Jasurbek 105 million berilsin. O'zi qimmat qo'ymayapman, yaxshi. Yaxshi, yomon demadim Mana mana. qarangda, enalari 25 million, 50 million. Bolalari 25 milliondan bermaydi. Ha siz berasiz. Jup olganga berasiz. 100 million. Ya 100 millionga bermayman. Ha, 102 million kam bor. 103 million kam bor. Bor aka. Ketdi maqsad sotish. Akalar telefon qilinglar, xudo xolasa. Qiziqqaniga aloqa chiqing, xudo xolasa tikilgan pulni oqlaydigan. Hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar, sigiramiz ma'lumotlarni berdik. Hop, sal qoron tushayotgani uchun imkon qadar bor holicha ko'rsating. Endi mana bu sigirlar ham bor. Bu nechanchi qorin Azbek aka? 3-chi qorin Jasurbek. Bolasi nima? Bolasi unadi. Qancha sut beradi? Eston chiroyli unadi, 22 litr suti bor. Mana bu nechanchi qoringa bu katta? Bu birinchi qoringa. Buni bo'ylari bora bir shu holatda 50 balanddan. Xo'p. Rossiyskiy cho'rni pyostra. Tozalaridan. Jasurbek 30 litr suti bor buni birinchi qoringa. Aha. 30 ta suti bor. Bunisini 22 ta suti bor. Qanchadan deysiz bularni? 9 million kam bor, bunisi 53 million kam bor. Bu 53 ga o'tib berasiz buni. Katta. Katta. Tushdi-ku. Aha. Narigini 59 kam bor. Ha. Savdosi bor. Akalar katta sutga ishlaydigan firmalarga so'raganlar aloqa chiqarasizlar. Mana signal ko'rsatdik. Sizlar like bosib, podpishkada bo'lib turganlardan arzon qilib berishga harakat qilinglar. Kelinglar, aloqa chiqaring. Telefon qilishaversin-a? Telefon qilsa, olsin zo'r mollar Jasurbek.